Akalar, mana hamma izlab turganlardan chiqaryapmiz. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube chorva qog'ozlari, naslli chorva obunachilari. E'tiborlaringizga bugun biz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Nokat qishlog'ida Yodgor akamizni uylaridamiz. Oltibosh dehqonchilik Mickey Mouse. Mana akalar, Avrikol xuddi shunday dumalog'idan mana Avrikol gibrid Greenford hamda Sementalga gibrid novoslari bor ekan. Shularni chiqarish maqsadida kelganmiz. Akalar, bu mollarni so'raganlar ko'p. Mana sizlarga topib qo'ydik. Mollar mana bu og'izdan oqqan suv buni atala mana. Ovozini shapillatib atalanayapti. Hurmatli obunachilar, ularda hozir ma'lumotlarni beramiz. Bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yodgor aka, bularning yosh oyliklari qancha? Assalomu alaykum Hasan boy, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Menga baraka. Rahmat. Bular 8 oylik atrofida. Hasan boy. Shu 8-9 oylik atrofida mollar. Bo'ylari? Bo'ylari eng kichkinasi shu 120 atrofida. Shu 120 ga berilaveradi, 120 plus. Kattalari bor. 120 ga berilaveradi. Quyug'i suyug'iga? Quyug'i suyug'iga. Akalar, mana ko'rib turibsizlar, yeb ichish sog'lig'i zo'ra? Yeb ichishda umuman muammo yo'q. Hammasiniki yeb ichib turibdi. Sog'lig'i o'zi yashur bo'lib chiqqan mollar. Ancha bo'ldi. Ancha bo'ldi. Yashur. 2 oy avval bo'lganda bular, Shunaqa, 2 oy oldin yashur bo'lib o'tgan. Yeb ichishda sog'lig'ida umuman muammosi yo'q. Hurmatli obunachilar, bunaqa mollar so'raganlar ko'p. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Nokat qishlog'idamiz. Mana akalar, Avrikol gibrid Avrikol qaranglar. Tumaloq bo'lib qolgan jonivor. Mana o'ynoqlab yuribdi akalar. Mollarning sifati, gazi, holati hamma yo'q zo'r mana. Mana bittalar bo'lsin. Gazlari jonivor. Hani mana akalar. Hamma yo'q zo'r. Tavsiya beramiz. Akalar, yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar. Mana akalar. Hadi. Bitta o'tiringlar. Jo. Aka, bularni qanchadan boshlab qanchada tugatamiz narxlarini? Rosa bir joyda moli ekan. Buni Hasanboy shu kichkinasi 25 dan 27 gacha narx qo'yamiz. Endi xayri bor, savdo sunnat deydi. Kami bor-a? Kami bor, xayri bor. Gap yo'q. Akalar, savdosi bor. Nomerlarni yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bir joyga olsa yengilroq qilib beramiz. Bir joyga bitta narx ayting, chiroyli qilib aka. Bir joyga Hasanboy shu 26 dan xayri bor, o'tib beraman 26. 26 dan yana kami ham bormi? Kami bor. Mana des. Hurmatli obunachilar, dehqon uydamiz. 6 tasini bir joyga olganga 26 dan kami ham bor deyilyapti akalar. Mana mollarni o'zlaring ko'rib turibsizlar. O'zlaring baho beraverasizlar akalar. Biz mol bunaqa narx bunaqa deb aytmaymiz. O'zlaring baho beraverasizlar. Mana ko'cha-kuydan hamma o'zi ko'rib turibdi akalar. Bir joyga 26 dan kami ham bor deyilyapti. Dastavka qilib beramizmi aka? Dastavkaga endi sharoit yo'qroq, imkoniyat yo'qmi? Endi kelishsak mashina topib qilib berilaveradi-a mashina? Mashina topib beramiz. Kelgan odam chetda qiynalmaydi-da, to'g'rimi?
Lekin Mashina berilaveradi. o'zimizda imkoniyat yo'q lekin. Ha. Akalar, kelasizlar, molni ko'rasizlar, savdo qilasizlar. Chetdan mashina qilib berilaveradi. Bexijolat. Mashina topib borishim kerak demaysizlar. Lokatsiyalarni Naslli Chorva Telegram kanalimizga qo'yib qo'yamiz. O'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Yodgor akamizning uy manzillarini qo'yamiz. Lokatsiya bo'ylab kelaverasizlar. Telegram ssilkamizni mana shu kommentariyani birinchisiga olib qo'yamiz. O'sha yerdan topaverasizlar akalar. Mana mollar. Narx-navolarni bildilaring mana. Telefon nomeri ayting. 93lik. Aha. 394 Aha. 97 15. Akalar nomerlarni pastga yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.